Farg'onada gilos pishdi. Qo'shtepa tumanidagi Eshonguzar mahallasida istiqomat qiluvchi Umarjon Zokirov bog'bonchilikda ilg'or tajribalarni amaliyotga joriy etmoqda. U 14 sotix yer maydoniga 100 dan ortiq eksportbop gilos ko'chatlarini ekib, hosilni erta olish maqsadida ularni o'rovga oldi. Natijada bog' tabiiy issiqxonaga aylanib, giloslar odatdagidan ancha erta pishib yetildi. Ichki bozor va tashqi bozorda o'zimizni o'rnimizni, jilosimizni kalibrini yuqori qilish va bundan yaxshi natijalar olish maqsadida ekanmiz. Hosildorligi o'ta yuqori. Hozirda biz gilosimizni shu 1-2 kunda uzib eksportga chiqarmoqchimiz. Eksportga talabga javob beradi. Birinchi yil hosil olishimiz. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, aynan shunday erta pishgan va sifatli mahsulotlarga tashqi bozorda talab yuqori. Shu bois bunday hosillarni eksportga yo'naltirishda fitosanitar talablarga qat'iy rioya etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni paytda viloyatda meva mahsulotlarini tashqi bozorlarga chiqarishga tayyorgarlik ishlari jadal olib borilmoqda. Jumladan Farg'ona viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan eksportbop mahsulotlar uchun ruxsat etuvchi hujjatlarni rasmiylashtirishda tadbirkorlarga amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Oldinlari shu ruxsat etuvchi hujjatlarni olish uchun ekspertiza masalan binosi o'ziga yoki fitosanitar sertifikati bo'lish uchun shu fitosanitariya karantin boshqarmasiga borishardi. Hozirda bu shu hududlarga bo'lingan. Tashqi iqtisodiy faoliyatlarda barcha ruxsat etuvchi hujjatlarni beruvchi tashkilotlar bitta joyda. Tadbirkor keladi, hamma hujjatlar shu yerda bitadi va to'g'ridan-to'g'ri shu yerdan eksportga yo'naltiriladi. Shuningdek, jarayonlar xavflarni boshqarish tizimi asosida tashkil etilib, eksportchilarga yashil, sariq va qizil toifalar mezonlari tushuntirilmoqda. Ushbu tizimning joriy etilishi esa ayniqsa erta pishgan va tezkor eksportga chiqariladigan mahsulotlarni sifat va xavfsizlik jihatdan nazorat qilishda muhim o'rin tutadi.